Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Mana bugun sizlarga do'konimizdagi bor obuvlarni ko'pchilik modellarimiz skidkaga tushgan o'sha modellarimni sizlarga obzor qilib beraman. Kim uchundir manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hali ko'pchilik farzandlariga oyoq kiyim olishga ulgurmagan, endi boshlashyapti. Yozgi modellarimiz ham, boringki, kuzgi modellarimiz ham ko'pchilik skidkaga tushgan. Skidkadan foydalanib qolinglar. Arzon narxga sifatli naturalniy koja oyoq kiyimi xarid qilsanglar bo'ladi. Albatta do'konimizda bilasizlar, hammasi premium naturalniy kojada ishlab chiqarilgan oyoq kiyimlar bo'ladi. Turkiyaniki, Maria Mozi firmasiniki, Benza Baldini firmalaridan zo'r kачестводagi oyoq kiyimlarimiz bor. Xitoy mahsuloti ham bor, lekin faqatgina originali naturalniy koja oyoq kiyimlarni olib kelamiz qizlar. Bizda podelka oyoq kiyimlar bo'lmaydi, faqatgina naturalniy koja. Qani unda ketdik, obzor qilishni boshlaymiz. Keyin qizlarjolar, video obzor qilish jarayonida xato gapirib qo'ysam, uzr so'rayman. Men chiroyli gapira olmayman, boshlovchi yoki jurnalist emasman. Prosta do'konimizda obzorlarni qilib boraman. Mana shu sohaga qiziqqanim uchun ham imkon boricha vaqtim borligida sizlarga obzorlar bilan, videolar bilan ilinaman har doim. Xo'sh, endi qizlar, bizda ko'pchiliklari skidkaga tushgan. Mana bu tapchkalarimiz bor. Mana Maria Mozi firmasidan, Turkiyaniki. Bularni 500 ming so'mdan skidka qilib qo'yganmiz bularni. 750 ming sotilgan, faqatgina razmerlarimiz terilib qolgan. Misol uchun mana bu bitta dona 38 razmeri qoldi. Bunda 2-3 ta razmerlari bor. Buni ivory rangida qarang, kojalari yumshoq bo'ladi, lekin faqatgina 38 razmeri qoldi. Bu ham sanoqli qolgan. Mana bu korichnevisi faqatgina 36 razmerlar qoldi. Qorasidan ham 2-3 ta razmerlar qoldi. Bularni ham 500 ming so'mdan skidka qilib beramiz. 750 ming sotilgan. Endi yozda boshida bular 750 ming bo'lgan. Vaqtida 650 ming so'mga ham bermaganmiz. Endi bu rizq, nasiba, hammasi rizq Allohdan. Nasib qilgani bo'ladi. Hozir esa skidkada 500 ming so'mdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Bu modellar ham, bu modellar ham. Lekin shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bironta oyoq kiyim yoqdimi, zakaz qilmoqchi bo'lyapsiz, sotuvchidan so'rang. Oyog'ingizda qanaqa, misol uchun bir xil oyoq podyomniy bo'ladi, ishib yuradigan bo'ladi. Bir xillarning ingichka oyoq, shuni oyoq kiyim kiygandan kirib ketadigan oyoq kiyimlar, oyoqlar bo'ladi-da. O'shanga moslashgan bo'ladi har bitta oyoq kiyim. Misol uchun men sizlarga tapchkalarni aytyapman. Mana bu tapchkalarimiz ingichka oyoqlarga yaxshi keladi. Podyomniy oyoqlarga kelmaydi. Mana bular ham ingichka oyoqlarga yaxshi keladi. Bular podyomniy ishib yuradigan oyoqlarga yaxshi keladi. Ikki mam joyini podyomga qarab regulirovka qilsa ham bo'ladi. Katta kichkina qilib bemalol o'zingizga moslab kiyaverasiz. Mana ikki qatligi ham zo'r variant. Tug'ishdan oldin oyoqlari ishadi, keyin yana o'z holiga qaytadi. Shunaqa vaziyatlarda mana bunaqangi oyoq kiyim olsanglar ham juda ham manfaatli bo'ladi. Bular 950 ming bo'lgan, Turkiyaniki. Naturalniy zamish, ichlari naturalniy koja asar qilingan. Yengilgina shunaqangi zo'r variant qizlar. Bosonoshka varianti ham bor. Hozir esa 600 ming so'mdan skidka qilib beryapmiz. Bosonoshkalarimiz bor. Yosh qizlarimizga, o'qishga, shkolniga olib bersanglar bo'ladi. Maza qilib kiyadi. Sifati juda ham zo'r, bomba bo'ladi. Mana qaranglar. Mana naturalniy kojada ekin slansviy bosonoshka, padoshlari Eva padoshda shunaqangi sifati zo'r, yengilgina. Rasvetkalari mana 4 ta rasvetkasi bor. Korichnevий zamishli, oqidan, qorasidan, seri rangidan bor. Bularni 550 ming so'm skidka qilib beramiz. O 850 ming, aytib 800 ming so'm sotilgan. Hozir esa 500 ming so'm, 550 ming so'm. Bular mana bularni zamishlidan 500 ming so'mdan qilib beramiz. Slansviy bularni ham 500 ming so'mdan qilib beramiz. Hammasi Turkiyaniki, hammasi naturalki. Zamishi ham ko'pchilik o'ylaydi, zamish oqarib ketadi, yomon bo'lib ketadi deb. Bu dublonka emas. Ko'pchilik podelka oyoq kiyimlarda mana bu joy dublonka bo'ladi. Dublonka oqarib ketadi, tuklari to'kilib ketadi. Naturalniy zamish hech narsa qilmaydi, to'kilmaydi. Men o'zim ham hozirlik ko'rsataman, mana oyoqimni kiyib yurganim ham. Ishoninglar, bu yil 3-yili ketyapti. Hech narsa qilmagan zamishiga mana baraka topib kiyib yuraman. Tiq tekkani, yo yirtilgani, yo oqarib yomon bo'lib ketgani yo'q, hech narsa qilgani yo'q. Bosonoshkalarimiz bor.
kablukli bosonojkalarimiz. Mana bular 950 ming edi. Buni hozir 650 ming so'm qilib bera olamiz. Полный naturalka, naturalniy zamsh. Ichlari naturalniy koja astar qilingan. Rasvetkalari mana vishnevi anaqasi rangidan, bejevisi, choka rasvetkasi. Mana bu modellarimiz ham bor. Bularni ham 650 ming so'mdan qilib beramiz. 950 ming sotilgan. Mana bunaqangi modelni bosonojkalarimiz bor. Kimga qanaqa xohlaganinglarni xarid qilsanglar bo'ladi. Do'konimizni bilmaganlarga, do'konimiz Abzaxiy gipermarket, podval 85-do'kon. Dastavka xizmatlarimiz ham bor O'zbekiston bo'ylab. Xohlasanglar do'kon kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Faqatgina bizda turetskiy, mana shu giper podvalida faqat oyoq kiyim sotilsa, faqatgina bizdan do'konda turetskiy oyoq kiyimlarni sotamiz. Juda ko'pchilikda Xitoy sotishadi. Xitoy ham sotamiz biz ham, lekin faqatgina originalni olib sotamiz. Eko koja, podelka degan narsa yo'q. Hammasi original oyoq kiyimlar. Mana bular turetskiy. Maria Muzi firmasidan. Maria Muzi bilganlar biladi. Kelgan odam biladi, buni sifatini biladi, buni qulayligini biladi, qancha yil chidashini biladi. Mana bu podosh quyma bo'ladi. Yengilgina, sifati juda ham zo'r. Qaranglar, kojalari yumshoq, maza qilib kelsa yengilgina. Rasvetkalari mana korichnevisi bor, qorasi bor, cho'qi rasvetkalari bor. Mana bu modellarimizni yosh qizlar uchun bosonojka modellarimizni 600 ming so'mdan qilib beramiz. Skidka qilib 950 ming sotilgan. Mana bu modellarimiz ham skidkaga tushgan. Nima uchun? Bular razmerlari terilib qolgan qizlar, jonlar. O'sha yozi oxiri bo'lyapti, razmer bitta, ikkita qolgan. Mana bu modelimiz misol uchun bittadan 37 razmer qilib, Polan firmaniki, kojasi yumshoq bo'ladi. Mana bu modelimiz Molka firmadan, Molka Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shunaqangi baquvvat kojalari, toza kojada, o'sha sifati bombada. Bularni 500 ming so'm skidkada qilib beramiz. Mana bular ham sanoqli qolgan. Mana bu bitta 38 qolgan. Mana bu bitta 37 qolgan. Bu bitta 39 razmeri qoldi. Mana bulardan ham bitta ikkitadan razmerlar qolgan. Hozir esimda yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, imkon boricha harakat qilinglar. Videoda o'sha rasmni skrinshot qilib olishga, yo'qotib qo'ymaysizlar ekan. Menga tashlab bersanglar, rasminglar bor yo'q, razmeringlar bor yo'qligini qarab aytib yuboraman sizlarga. Keyin onajonlarimiz uchun qulay bo'lishi uchun ko'pchilik onajonlarimizni 45-50 yoshdan oshgandan keyin osteoxondroz, oyoqlarida og'riq, varikozlarni ko'pchilik qiynaydi. Varikozi bor oyoqlarda shishlar bo'ladi, oyoq og'rig'i bo'ladi, toliqishlar bo'ladi. O'sha momentda mana bunaqangi baland kabluk kiya olmaydi yosh o'tgandan keyin. O'shaning uchun ham imkon boricha ayollar o'ziga qulay bo'lgan oyoq kiyimi qidirishadi. Bizda Turkiyaniki naturalniy koja silkalari ham yumshoq, massajli bo'ladi. Yengilgina. Qizlar qaranglar, yengil, maza narsa. Xo'sh, rasvetkalari bunaqa. Faqatgina bular ham o'zi 41 gacha razmer bo'ladi. Ikkitadan 3tadan qolgan. Misol uchun mana bu hozir necha razmer ekan? Mana bu 41, bitta dona qoldi. 41 razmeri qoldi, boshqa qolmadi. Mana bu ham 40 razmer. 40 razmeri qoldi. Bu 40 razmer, mana bu 41 razmer. Bulardan qarab beramiz. Mana ikkita 3tadan razmerlari bor. Mana bu model 400 ming so'm qilib beramiz. Keyin oldi yopiq kuzlik modellarimiz ham kela boshlagan. Bu Turkiyaniki Maria Muzi firmasidan naturalniy koja. Biz buni bu yil kelgan, o'tgan yil ham sotganmiz. Shunaqangi otzivlari zo'r, baraka top kiydim, rahmat. Ancha yildan beri kiyaman degan onajonlarimiz aytganligi uchun talablariga binoan yana olib keltirib qo'ydik. Nalichida bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narx 750 ming kelishtirib, tushirib chiroyli narx qilib beramiz. Otang bozor, onang bozor deganda kelingman, savdolashamiz. Yo bo'lmasa harakat qilamiz arzon qilib berishga. Xo'sh, modellarimiz ham bor mana, qaranglar. Oldi yopiq nima deydi, bosonojka. Juda ham baland bosonojka olib kelmaymiz. Odamlarga qulay bo'lishi uchun mana 2,5-3 santimetrda bo'ladi kabluklari ham. Kojalari yumshoq, maza narsa. Mana bordovis bor, qorasi bor. Bunaqa modellarimizdan bor. Qizil narxlari har xil. Imkon boricha o'tib beramiz. Eng keyin 2026 novinka bo'lgan modellardan mana bu modelimiz Xitoyniki Vitmoni firmasidan Neobichniy. Hammani u yoqda ko'rmaysiz. Eksklyuzivniy model. Interesniy kabluklari ishlangan. O'ziga ham bitta e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli. Qaranglar, hammani u yoqda ko'rmaysizlar. Sizlar oyog'ingizda ko'rish mumkin. Bitta bo'laman, yagona bo'laman, hech kimga o'xshashni xohlamayman degan opa-singillarimiz bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarni oyog'ingizda ko'rish mumkin.
Juda kamyob uchraydigan oyoq kiyim. Lekin mana bunaqangi oyoq kiyimlarimiz ham bor. Qaranglar, kojalarni qaranglar. Полный original shunaqangi zo'r sifati bombada qizlar. Ancha yil kiyasiz bitmoni. Stilkalari ham yumshoq massajli bo'ladi. Qora kojaligi bor. Mana zamshdagi lakligi, mana har xillaridan bor. Lekin xudo xolisa kutyapmiz. Inshaalloh shu hafta 15-avgustgacha biz yangi mollar olamiz. Shkolniy sezonga tuflilar, mokasinkalar har xilidan 60 xil, 70 xil mol kiradi. Qizlar kutinglar, обязательно подписка bosib qo'yinglar. Yangiliklarni zo'rini xudo xolasa. Alloh kuch-quvvat bersa, Allohning izni bilan sizlar uchun videolar qilib beraman. Hozircha sog' omon bo'linglar. Yaxshiliklar ko'rishaylik. Keyingi efirlarda ko'rishguncha